Viloyatimiz g'allakorlari joriy yil hosili uchun 140 ming gektar maydonda boshoqli don ekinlarini ekib, parvarish qilmoqdalar. G'alla maysalarini bahorgi sug'orish ishlari olib borilmoqda. Maysalar sug'orish oldidan azotli o'g'itlar bilan oziqlantirilmoqda. Begona o'tlarga qarshi gerbisidlar sepilyapti. Stimulyatorlar bilan suspenziya qilinmoqda. Bu boradagi dolzarb va kechiktirib bo'lmaydigan ishlarni to'g'ri va samarali tashkil etish bo'yicha olimlar va mutaxassislar dehqon fermerlarga qimmatli maslahatlarni berishyapti. Bugungi kunda viloyatimizda parvarishlanayotgan kuzgi boshoqdan ekinlarini agrotexnik tadbirlarda eng optimal muddati bajarilishi lozim bo'lgan muddat hisoblanadi. Sababi mana qishloqdan chiqqan kuzgi bug'doyni eng avvalo azotli mineral o'g'itlar bilan oziqlantirish, bunda shu karbomitli mineral o'g'itlar bilan gektariga 150-200 kilogramdan berish hamda biostimulyatorlar bilan oziqlantirish talab etiladi. Eng avvalo shu oziqlantirilgan maydonlarda yog'ingarchilikka qarab turmasdan ularni sug'orishni to'g'ri tashkil qilishimiz kerak. Albatta sug'orishni avval mineral o'g'itlar bilan oziqlantirilgan maydonlardagina qo'llash kerak. Ayrim holatlarda kuzatishimiz mumkin, shu mineral o'g'itlar berilmagan holatlarda yoki bo'lmasa sug'orishni sharbatsiz amalga oshirayotgan holatlar kuzatilishi mumkin. Bunday maydonlarda albatta sug'orish ishlarini to'xtatishimiz kerak. Avval 100% azotli mineral o'g'itlar bilan oziqlantirib, undan keyin sug'orishni sharbat usulida bersak, birinchidan berilayotgan mineral o'g'itlarni o'zlashtirish koeffitsiyenti yuqori bo'ladi. Ikkinchidan, tuproqda shu sharbat bilan oqizilgan o'g'itdan tashqari organik o'g'itlar tuproq namligini saqlashga xizmat qiladi. Uchinchidan, har bir agrotexnik tadbirda samarali kechishini pirovardida boshoqdan ekinlar rivoji yaxshi bo'lishini ta'minlaydi. Bundan tashqari endi tarkibida turli mikroelementlar bo'lgan stimulyatorlar bilan oziqlantirish kerak bo'ladi. Chunki berilayotgan azotli o'g'itlar ildiz orqali o'zlashtiriladigan bo'lsa, stimulyatorlarni asosan barg to'qimalari orqali o'zlashtirish hisobiga bug'doyni stress omillariga chidamliligini oshiradi yoki bo'lmasa biotik omillardan tashqari kasalliklarga chidamliligini yoki bo'lmasa boshqa faktorlarga chidamlilik xususiyatini oshirishi hisobiga o'simlikda normal o'sish rivojlanishi yaxshilanadi. Buni oqibatida boshoqdan ekinlarning hosildorligi bilan birgalikda don sifati ham yuqori bo'lishini ta'minlaydi. G'alladan mo'l hosil ko'tarish uchun begona o'tlarga qarshi kurash olib borish ishlarini o'z vaqtida amalga oshirish talab etiladi. Bu borada nimalarga e'tibor qaratish va qanday ish tutish kerak bo'ladi? Hozirgi kunda g'allazorlarda 1 yillik 1 urug' pallali va 1 yillik 2 urug' pallali begona o'tlar ko'paymoqda. Bu ayniqsa hosildorlikka va g'alla ko'chatlarining sonining kamayishiga, mahsuldor to'planishini kamayishiga olib keladi. Ayni kunlarda havo haroratini +12, +15 daraja va undan yuqori ko'tarilishi mana shu begona o'tlarga qarshi kimyoviy ishlov berishga qulay sharoit yaratmoqda. Bundan foydalanib, hozirgi kunda mana shu to'plash fazasidagi g'alla maydonlariga 1 yillik 2 urug' pallali va 1 yillik 1 urug' pallali, ya'ni g'alladoshlar oilasiga mansub begona o'tlarga qarshi kurash ishlari amalga oshirilyapti. Hozirgi kunda 1 urug' pallali begona o'tlardan ko'pchilikka ma'lum bo'lgan yovvoyi so'li, tulki dumi va shunga o'xshash ko'pgina begona o'tlar g'allazorlarda uchraydi. Bunga qarshi hozirgi kunda mazkur dalamizga preparatdan foydalanyapmiz, gerbisiddan. Bu o'sha 100 ml 1 gektarga me'yorda sepiladi, 300 litr suvga aralashtirib. Bundan tashqari ko'pgina 2 urug' pallali begona o'tlar ham uchraydi. Demak, bularga qarshi hozirgi kunda Hemistar preparatini ishlatyapmiz. Buni ko'plab analoglari bor. Ta'sir ettiruvchi moddasi bir xil bo'lgan. Bular gektariga 15-25 grammdan ishlatiladi. Mazkur dorilarning ta'siri havo harorati +15-18 gradus atrofida bo'lganda, demak bir haftada seziladi va
15 kunda butunlay o'sha begona o'tlar daladan tozalanadi. Bu esa o'sha kuzgi bug'doy hosilni yuqori bo'lishiga, mahsulotlar, boshoqlar sonining ortishiga hamda urug'lik maydonlarning har xil begona o'tlar urug'lardan toza bo'lishiga o'z hissasini qo'shadi va yuqori hosilni kafolatlaydi. Ikki urug' pallali begona o'tlarga misol bo'ladi. Bu oddiy jaza juda tez o'sib, o'simlik siqib qo'yadi birinchi o'rinda. Mana bu yovvoyi so'li hozirgi kunda 50 tagacha tuplab ketib, o'simliklarni o'sha qisib qo'yadi. Yerdagi bor oziqani bug'doyga bermaydi-da, o'zlari olib qo'yib, shu bilan zarar keltiradi. Hozirgi kunda g'allazorlarga mana shu begona o'tlarni qarshi kurashni kechiktirmay o'tkazish tavsiya etiladi. Chunki o'simliklar yosh rivojlanish fazalarida qo'llayotgan preparatlarimiz yaxshi ta'sir ko'rsatadi va ko'zlangan maqsadga erishish mumkin. Aks holda kech bo'lishi mumkin, qo'llagan preparatlarimiz ta'sir qilmaydi. G'alla hosildorligini oshirishda sug'orish bilan birga maysalarni bargidan oziqlantirish, suspensiya ishlarini amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda albatta turli oziqlantiruvchi moddalar aralashgan stimulyatorlardan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir. Tuproqda namlik bor, harorat yaxshi. O'sha vaqtdan foydalangan holatda mana bu stimulyatorlarimiz bilan kelganmiz. Buni tarkibida o'simlikka kerak bo'ladigan mikroelementlar bor, fosfor bor, organikasi bor, organik moddasi 20%, mis, rug' kabi mikroelementlar bor. Bu endi g'allada tuplashni, ildizi yaxshi rivojlanishini samara beradi. Undan tashqari yon ildizlarini chiqarishga, hamda esa hosildorlikni, mahsuldorlikni oshirishga juda katta xizmat qiladi. Bu stimulyatorlardan mana shu g'allani aynan mana shu vaqtiga 3 marta amalga oshirishimiz kerak. Shuni hozir birinchi martasini mana amalga oshiryapmiz. Bunaqangi stimulyatorlar barcha viloyatlarga, tumanga, respublika bo'yicha ham yetadi. Ushbu stimulyatorlar g'allada shu hosildorlikni oshirishga hamda esa kasalliklarga chidamliligini, immunitetini oshirishga xizmat qiladi. G'allani sifatiga ham ta'sir qiladi, hosildorligini 90-95 sentnergacha oshiradi. Bu agrotexnik tarbiyalar mana traktorimiz orqasiga 600 litrlik bochka qo'yilgan. O'shanga misol uchun 2 gektarga 4 litr stimulyatorimizdan solib 2 gektar maydonga sepib chiqamiz. Muddatlari qanaqa bu stimulyatorlar? Stimulyatorlarda muddati naychalash davrida bir sepiladi, boshoqlash davrida sepiladi, hamda esa gullash davrlarida ham sepiladi. Samarasi juda ham yaxshi bo'ladi bulardan. Viloyatimizning fermer xo'jaliklari dalalarida yetishtirilayotgan g'alla maysalarining rivoji yaxshi. Fermerlarimiz tajribali dehqonlar va mutaxassislar tavsiyalariga amal qilib ishlasalar, joriy yilda ham g'alla hosili ko'zlanganidan ziyoda bo'ladi.